Assalomu alaykum. Bugun biz mebelchi dasturini omborxona bo'limini ko'rib chiqamiz. Avvalambor omborxona sozlamalariga kirib olamiz va biz uchun kerakli bo'ladigan barcha omborxonalarni yaratib olamiz. Omborxona qo'shish knopkasi orqali omborxonaning nomini yozamiz. Masalan, mebel omborxonasi va mudir. Mudirlar biz sozlamalar bo'limidan yaratib olgan xodimlar ko'rinadi. Bu yerdan omborxona uchun mudir tanlaymiz. Hamda manzil vasxot bo'ladigan bo'lsa, hamda omborxonaga ruxsati bor xodimlarni tanlaymiz. Mebel omborxonasi faqatgina shu xodimlarga ko'rinadi. Va saqlashni bosadigan bo'lsak, omborxona yaratib oldik va omborxonaning tuzilmasini shakllantirib chiqamiz. Omborxonani 3 ta blokka bo'lishimiz mumkin. A blok, plyusni bosish orqali B blok, plyusni bosadigan bo'lsak C blok. Istalgancha bloklarga bo'lishimiz va bu bloklar ichiga yacheykalar joylab chiqishimiz mumkin. Masalan, birinchi yacheyka, ikkinchi yacheyka. Xuddi shu ko'rinishda omborxonani sozlab olamiz. Va bu yerda kim yaratgani bu omborxonani ko'rinib turadi. Hamda 3 ta nuqtani bosadigan bo'lsak, ma'lumotlarni tahrirlashimiz mumkin. Agar yana mudir o'zgaradigan bo'lsa, mudirni o'zgartiramiz. Agarda omborxonaga ruxsati bor odamlarni ko'paytirmoqchi bo'lsak, yana bir xodim qo'shamiz. Saqlash. Va omborxona holatini bloklashimiz yoki aktivlashtirishimiz mumkin. Endi esa xomashyolar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Bu yerda har xil xomashyolar ro'yxatini, papka kategoriyalarini ko'rishimiz mumkin. Keling yangi kategoriya yaratib olamiz. Kategoriya nomi mebel uskunalari bo'lsin. Saqlashni bosadigan bo'lsak, mana mebel uskunalari kategoriyasi ham yaratib oldik. Endi bu kategoriyaning ichiga kiradigan bo'lsak, 3 xil knopkani ko'rishimiz mumkin. Yana qo'shimcha kategoriya yaratish. Kategoriya ichida kategoriyalar yaratish imkoniyati mavjud. Masalan, oddiy shurplar bo'ladigan bo'lsa, uni kelgan firmasiga qarab yoki uzunligiga qarab ajratib kategoriyalab olishimiz mumkin. Endi esa xomashyo yaratishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda birinchi bo'lib xomashyoning rasmini joylashimiz mumkin. Masalan, chasvak bo'ladigan bo'lsa, oq. Agar bu xomashyo bizga donada kirim bo'ladigan bo'lsa, bu knopkani yoqib qo'yamiz. Agar donada kirim bo'lmaydigan bo'lsa, o'chirib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda xomashyo artikuli, masalan, A113 bo'ladigan bo'lsa, xomashyoning og'irligi, masalan, 1 kilogramm bo'lsin. Va shtrix kodini dastur o'zi avtomatik generatsiya qilib beradi. Xomashyo birligi chasvak bo'lgani uchun donani tanlaymiz. Va kirim summasi, masalan 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, dasturda 3 xil mijoz turi mavjud: eksklyuziv, multibrend va mijoz. Eksklyuziv mijozlar bu doimiy biz bilan ishlaydigan dilerlar desak ham bo'ladi. Multibrend mijozlar esa ko'plab brendlar bilan ishlaydigan dilerlar. Mijozlar esa oddiy mijoz turlari. Eksklyuziv mijozga qancha ustama qo'yishimizni yozishimiz mumkin. Masalan, 30 ming so'm ustama qo'yadigan bo'lsak, kirim summasi 100 ming so'm, eksklyuziv mijoz marjasi esa 30 ming so'm. Bu esa 130 ming so'mga aylanadi. Mana ustama 30 ming so'm, umumiy narx 130 ming so'm. Hamda foizda belgilashimiz ham mumkin. Masalan, 40% qiladigan bo'lsak, ustama 40%, umumiy narx esa 140 ming so'm. Va mijoz marjasi esa 50% qiladigan bo'lsak, ustama 50%, 150 ming so'm. Va tovarlarning barcha omborxonalardagi qoldiq miqdori yig'indisi. Ya'ni bu yerda biz masalan 10 ta chasvak kiritadigan bo'lsak, omborxonamizda agar 10 tadan kam chasvak qoladigan bo'lsa, shu xomashyo qizil rangda ko'rinib bizga belgi beradi. Shu mahsulot omborda kam qoldi degan ma'noda.
hamda buni har bir omborxona uchun alohida tanlab chiqishimiz ham mumkin. Navbahordagi omborxonaga va asosiy omborxonaga bo'ladigan bo'lsa, bunda lekin barcha omborxonalar uchun umumiy tanlay olmaymiz. Har bir omborxona uchun biriktirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Masalan, Navbahordagi omborxonada 10 ta chasvakdan kam qolsa agar menga xabar ber. Agar asosiy skladda 20 tadan kam qolsa menga xabar ber degan ma'noni beradi. Va bu yerda agar biz QQSda ishlaydigan, qo'shimcha qiymat solig'ida ishlaydigan korxona bo'ladigan bo'lsak, buni yoqib qo'yishimiz yoki o'chirib qo'yishimiz mumkin. Qadoqlash. Bu yerda biz sozlamalar bo'limida yaratib olgan qadoqlarga duch kelishimiz mumkin. Masalan, chelak bo'lsa, bitta chelakka nechta chasvak ketadi? Shuni belgilaymiz. Masalan, 20 ta bo'lsin. Bir chelak chasvak 20 donaga teng. Shunday qilib saqlaydigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qoldiq miqdori 0 dona, chunki bu mahsulotni endi yaratib oldik. Biz tizimga shu mahsulot bilan ishlashimiz haqidagi ma'lumotlarni kiritib oldik. Endi esa metr kvadratlik mahsulot yaratib ko'raylik. Masalan, xomashyo agar donada kirim bo'ladigan bo'lsa yoqib qo'yamiz. Artikula MDF 123 og'irligi 5 bo'lsin, shtrix kodni avtomatik generatsiya qiladi. Xomashyo birligi metr kvadratlik mahsulot yaratyapmiz. 3600 ga 2700 bo'lsin. Qalinligi 30 mm bo'lsin. Kirim summasi 500 ming so'm qiladigan bo'lsak, ustamani 200 ming so'm qilaylik. Marjani esa foizda kiritadigan bo'lsak, multibrend marjani esa foizda kiritib ko'raylik. 30%. Mana 650 ming so'm bo'ldi. Va buni ham foizda kiritadigan bo'lsak, 50% qiladigan bo'lsak, 750 ming so'm. 500 ming so'mga kiradigan mahsulotimiz 750 ming so'm bo'lib chiqim bo'ladi. Va barcha omborxonalar uchun umumiy kiritadigan bo'lsak, 30 metr kvadratdan kam MDF qoladigan bo'lsa, bizga xabar beradi. QQSni yoqib qo'yamiz. Qadoqlash. Masalan, laboda kiritadigan bo'lsak, 20 dona. Dasturga 20 dona MDF, 1 labo degan tushunchani kiritib oldik. Endi saqlash qiladigan bo'lsak, MDF laminat saqlandi. Endi esa import funksiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, litrlik mahsulotni import qilib ko'raylik. Bu yerda tayyor shablonni yuklash degan knopkani bosadigan bo'lsak, shablonni yuklab oldik. Va shablonni ochadigan bo'lsak, shunaqa Excel faylga duch kelamiz. 3 ta default mahsulot yozilgan. Bu yerga esa o'zimizning mahsulotlarimizni yozib chiqamiz. Faqat litrlik mahsulotlarni Clay 5 litrlik, Clay 7 litrlik bo'lsin va Akfix 4 litrlik bo'lsin. Xomashyo kirimi bu kolonkani bo'sh qoldiramiz. Artikulini yozib chiqamiz. Sig'imi masalan millilitrda kiritamiz. 5 litrlik Clayimiz bir donasi necha millilitr bo'ladi? 5000 millilitr bo'ladi. Keyingisi 7 litrlik 7000 millilitr va keyingisi 4000 millilitr. Sig'imini millilitrda kiritamiz. Og'irligi, shtrix kodi, valyutasi agar so'mda bo'ladigan bo'lsa so'mda, dollarda bo'ladigan bo'lsa dollarda. Kirim summasi 100 ming so'm qiladigan bo'lsak, buni 200 ming so'm qilaylik. Buni 250 ming so'm. Eksklyuziv mijoz uchun ustamani so'mda ham, foizda ham qo'yishimiz mumkin. Masalan, 10% qo'yadigan bo'lsak, bu yerga 20 ming so'm qo'yaylik ustama. Bu yerga esa 12% bo'lsin. Multibrend mijoz uchun ham xuddi shunday va xaridor uchun ham. Bu ikkita kolonkani to'ldirishimiz majburiy emas, lekin o'zimiz uchun to'ldirib qo'ysak, shu miqdordan kam mahsulot qoladigan bo'lsa agar bizga xabar beradi. Va QQSlarni ham to'ldirib qo'yib, faylni saqlaydigan bo'lsak,
Endi esa saqlagan faylimizni yuklab olamiz. Dasturda shu ko'rinishda ko'rinadi. Tepada kolonkalarni nomlarini biriktirib chiqamiz. Va tanlab chiqadigan bo'lsak, bu qatorni tanlamaymiz. Chunki bu yerda mahsulot kiritmaganmiz. Bu yerda esa qaysi papkaga saqlaydiganimiz. Biz mebel uskunalar papkasi bilan ishlayotganimiz uchun mebel uskunalar papkasiga joylaymiz. Va avtomatik barkod degan knopkani ko'rishingiz mumkin. Shtrix kodni avtomatik to'ldirib beradi buni bosadigan bo'lsak. Va agar donalik mahsulot bo'lsa, kirimi donada, agar donalik bo'lmasa, o'chirib qo'yishingiz mumkin. Kilelar donalik kelgani uchun donani yoqib qo'yamiz. Va import qilish knopkasini bosadigan bo'lsak, muvaffaqiyatli import bo'ldi. Sahifani bir marta yangilaydigan bo'lsak, yangi mahsulotlar ko'rindi. Kley 5 litrlik dasturda oldin mavjud bo'lgani uchun bu yerga tushmadi, u boshqa papkada ko'rinadi. Buni ko'rmoqchi bo'lsak, mana MDF'lar papkasida kley 5 litrlik oldin yaratib kirim bo'lgan. Qaraydigan bo'lsak, bizda har bir mahsulotimiz 0 donadan turibdi. Dastur bizni omborxonamizda qancha borligini bilmayapti. Shuning uchun bularni kirim qilib olamiz. Kirim qilishni esa xomashyo kirimi bo'limidan qilamiz. Yangi xomashyo kirimi yaratadigan bo'lsak, masalan, kley 7 litrlik yaratgandik. Hamda Aquafix yaratgandik. Shu ikkalasidan kirim qiladigan bo'lsak, masalan 10 dona, bundan esa 20 dona. Va MDF laminatni ham kirim qiladigan bo'lsak, bundan 5 dona kirim qiladigan bo'lsak, MDF laminatdan 5 labosi 20 donadan 100 dona bo'ladi. 100 tasini narxi esa 500 ming so'mdan 50 million so'm bo'ladi. Ya'ni bu yerda necha labo kelishini kiritadigan bo'lsak, bu yerda bitta laboda necha dona borligini ko'rsatyapti. Agar biz qadoq tushunchasini kiritadigan bo'lsak, bu yerda necha qadoq kelganini ko'rishimiz va bir dona qadoqda necha dona o'sha mahsulotdan borligini ko'rishimiz mumkin. 5 labo MDF keldi deb tasavvur qilaylik va omborxonada mebel omborxonasi. Bu omborxonani biz omborxona sozlamalaridan biriktirgandik. Ta'minotchilarni tanlaydigan bo'lsak, va izoh yozishimiz mumkin. Masalan, yaxshi holatda keldi deb. Va keyinroq sozlamalarda yuk xati va boshqa tushunchalarni qo'shishimiz mumkin. Va kirim sanasi. Agar oldinroq kelgan bo'lsa, oldingi sanani kiritish imkoniyati mavjud. Saqlaydigan bo'lsak, mana kirim shakllandi. Bu yerda tasdiqlash knopkasini ko'rishimiz mumkin. Buni faqatgina ombor mudiri tasdiqlay oladi. Bu yerda izoh ko'rinadi. Agar kirimni ustiga bosadigan bo'lsak, shu ko'rinishda ko'rinadi. Haqiqatan ham shu mahsulotlar keldimi yo'qmi tasdiqlagandan keyin tasdiqlash knopkasini bosib tasdiqlash mumkin. Tasdiqlash knopkasi bosilgandan keyin qoldiqlar bo'limida bizning mahsulotlar ko'rinadi. Masalan, 10 dona kley 7 litrlik, Aquafix 4 litrlik 20 dona, MDF laminat 100 dona keldi. Bu yerda metr kvadrati va litrdagi miqdorini ham ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda qoldiqlar bo'limini ham ko'rib ketadigan bo'lsak, bu yerda papkalardagi joylashuvi ko'rinadi. Biz mebel uskunalari papkasi bilan ishlayotgandik. Bu yerda agar bu knopkani o'chirib qo'yadigan bo'lsak, papkalardagi emas, hamma mahsulotlar ko'rinadi bizga. Endi esa kilogrammda mahsulot yaratib ko'radigan bo'lsak, masalan, shurp 5 lik bo'ladigan bo'lsa, artikuli shu 1-2-3 qilamiz. Og'irligi 1 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, shtrix kodini avtomatik generatsiya qiladi. Xomashyo birligini kilogrammga ko'chiradigan bo'lsak, sig'imi grammda yoki kilogrammda kiritishimiz mumkin. Masalan, grammda 1000 gramm qiladigan bo'lsak, kirim summasi 20 ming so'm bo'lsa,
Foizda kiritish qulay bo'lgani uchun foizda kiritib ketaylik. 20% 24 ming so'm. Buni foizda kiritadigan bo'lsak 30%. Buni ham 40% qilamiz. Umumiy qoldig'i 4 kilogramm qolganda bizga xabar bersin. Qirqiz va qadoqlar xaltada kiritadigan bo'lsak miqdori masalan 10 kilogramm bir xalta bo'ladigan bo'lsa, chunki kilogrammda yaratyapmiz. Va saqlash qiladigan bo'lsak, mana shurp 5 lik 0 dona 20 ming so'mdan bu yerda 3 xil narxini ko'rishimiz mumkin. Keling endi metrlik mahsulot ham yaratib ko'raylik. Masalan, kromka bo'ladigan bo'lsa, donada artikula K123 qiladigan bo'lsak, og'irligi 5 kilogramm bo'lsa, shtrix kodni avtomatik generatsiya qiladi. Xomashyo birligi metrda, bo'yi 200, 300 hamda 100 metr bo'lsa. Kirim summasi 200 ming so'm. Eksklyuziv mijoz uchun 30 ming so'm qo'shamiz. 40 ming so'm va 50 ming so'm bo'lsa. Barcha omborxonalar uchun 50 metrdan kam qolsa agar ogohlantirish miqdori, qo'shimcha qiymat solig'i hamda qadoqlarga Damasda xato beradigan bo'lsak, 20 dona kromka bitta Damas degan qadoq biriktiramiz. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana kromka 5 lik 200 ming so'm. Endi esa bularni ham kirimini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ixtiyoriy kirim kromka 3 lik hamda shurp 5 lik. Bundan 20 dona, bundan 50 dona. Bu yerda qadog'ini ham ko'rishimiz mumkin, ikkalasini ham. Chunki xomashyo yaratganda qadog'ini biriktirib ketgandik. Va omborxona tanlaydigan bo'lsak, mebel omborxonasi, ta'minotchi, izoh saqlaydigan bo'lsak, tasdiqlash knopkasi ko'rinadi. Omborxona mudiri tasdiqlagandan keyin qoldiqlar bo'limida ko'rishimiz mumkin. Mana kromka 20 dona, ya'ni 2000 metr bo'ladigan bo'lsa, shurp 50 dona 50 kilogramm. Endi esa xomashyolar ro'yxatini ko'rib chiqdik. Har xil turdagi xomashyolarni yaratib oldik. Endi esa hisobdan chiqarishni ko'radigan bo'lsak, hisobdan chiqarish nima? Agar omborxonada yaroqsiz yoki yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hisobdan chiqarish knopkasini bosadigan bo'lsak, omborxonani tanlaymiz. Biz mebel omborxonasi bilan ishlayotgandik. Bu yerda 4 xil sabab bor ekan. Agar bu sabablar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, boshqa sabab qo'shishimiz mumkin. Masalan, yaroqsiz. Bo'ldi. Va saqlash. Bu yerda qaysi mahsulotlarni hisobdan chiqaradiganimizni kiritishimiz mumkin. Masalan, shurp bo'ladigan bo'lsa, shurp 5 lik. Hisobdan chiqarish 50 kilogramm bor ekan, 2 kilogramm yaroqsiz bo'ldi masalan. Bu yerda rasm biriktirishimiz mumkin va bosadigan bo'lsak, rasm ko'rinadi. Va izoh qismida izoh yozishimiz mumkin. Zangladi deydigan bo'lsak va saqlash qiladigan bo'lsak, bu yerda tasdiqlanmagan holda turadi. Buni tasdiqlashga ruxsati bor xodimlar, omborxona mudiri hamda kompaniya egasi tasdiqlashi mumkin. Ustiga bosadigan bo'lsak, shurp 5 lik 2 kilogramm hisobdan chiqarishga so'rov kelgan. Kompaniya hisobidan yoki xodim hisobidan qoplash mumkin. Xodim hisobidan bo'lsa, qaysi xodimligini tanlaymiz. Agar kompaniya hisobidan bo'lsa, kompaniya hisobidan minus bo'ladi. Bu yerga izoh yozgan holda tasdiqlashni bosadigan bo'lsak, shurp 50 kilogramm edi. Endi esa bizda 48 kilogramm qolgan. Mana 2 kilogrammni biz hisobdan chiqardik. Sarf qilish bo'limida esa ishlab chiqarish uchun sarf bo'ladigan mahsulotlarni kiritamiz. Masalan, sarf qilish omborxona, mebel omborxonasi, qabul qiluvchi xodimlar hamda izoh. Izoh majburiy emas.
xomashyolarni izlaymiz. Masalan, shurp 5 lik sarf bo'ldi va kromka sarf bo'ldi deylik. Masalan, 2 kilogramm va 100 metr sarf bo'ldi. Mebel ishlab chiqarish uchun shu mahsulotlar sarf bo'ldi. SMS orqali tasdiqlaydi xodim. Keyinchalik tasdiqlash knopkasini bosadigan bo'lsak, sarf shakllanadi va bizga mana bu ko'rinishda ko'rinadi. Bu yerda yangi sarflar, qarzdorliklar va tasdiqlangan sarflar ko'rinadi. Endi esa o'tkazmalar bo'limini ko'radigan bo'lsak, hozircha bizda bitta omborxona, yana bitta omborxona yaratib olishimizga to'g'ri keladi. Chunki o'tkazmalar bitta omborxonadan boshqa omborxonaga o'tkazma qilish uchun ishlatiladi. Masalan, bu yerda mebel 2 omborxonasini yaratib oladigan bo'lsak, mudir bu yerda xodimni ruxsati bor kiritadigan bo'lsak, vasxod 2 manzili saqlash o'tkazma qiladigan bo'lsak, mebel 2 omborxonasiga o'tkazma qiladigan bo'lsak, o'tkazma nomer 2 qiladigan bo'lsak, keyingisi MDF laminatdan shurp 5 lik hamda Aquex 4 litrlikdan o'tkazma qiladigan bo'lsak, 10 dona, 20 dona va 23 dona o'tkazma qilamiz. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana shu 3 ta mahsulotdan o'tkazma bo'ladi. Hamda bu o'tkazma mebel 2 omborxonasi mudiriga ham ko'rinadi. Ustiga bosadigan bo'lsa, 10 dona, 20 dona va 23 dona. Buni rad qilishi yoki tasdiqlashi mumkin. Agar tasdiqlaydigan bo'lsa, mebel omborxonasiga ham tasdiqlaganini statusi ko'rinadi. Hamda mebel 2 omborxonasida 3 ta nuqtani bosish orqali rad qilishi yoki kirim qilish imkoniyati mavjud. Agar kirimni tasdiqlaydigan bo'lsa, qoldiqlar bo'limida bu 3 ta mahsulotimiz ko'rinadi. 20 dona, 23 va 10 dona. Va mebel omborxonasida esa bular kamayadi. Keyingi bo'lim esa inventarizatsiya. Yangi inventarizatsiya yaratadigan bo'lsak, to'liq yoki qisman inventarizatsiya yaratish imkoniyati mavjud. Masalan, mebel omborxonasida ochiq hamda yopiq inventarizatsiya. Inventarizatsiya o'tkazadigan xodimlar va kengroq boshqarmalarda keyinchalik inventarizatsiya yaratmoqchi bo'lsak, sanasi va soatini belgilab ketamiz. Bir kundan keyin boshlaymiz. Bir kun o'tgandan keyin tasdiqlab buni boshlashimiz mumkin. Mebel omborxonasidagi barcha mahsulotlar bizga ko'rinadi. Dasturdagi va omborxonadagi qiymatini solishtiramiz. Yakunlash qiladigan bo'lsak, bu yerda yetishmovchilik va ortiqcha mahsulotlarni ko'rsatadi. Masalan, 0,8 metr kvadrat kam. Aktni shakllantiramiz hamda yuklab olishimiz mumkin. Aktni ochadigan bo'lsak, shu ko'rinishda ko'rinadi. Bu yerda dasturdagi qoldig'i hamda omborxonadagi qoldiq miqdori ko'rinadi. Bu yerda dasturga qaytadigan bo'lsak, bu yerda soni, yetishmovchilik miqdori va ortiqchalik miqdori ko'rinadi. Buni yopish qiladigan bo'lsak, shu bilan omborxona bo'limi yakunlandi.